الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Molla Ciyun rahimahullah yazgan Nurul Anvar fi Şerhil Menar namlıq usul fiqh kitabının xas bölümünün 5. xas bölümünden kelip çıkan 5. tarmaq degan bab ders geldik. Endi musannif rahimahullah bizga dastlabda xasni hükmünün qat'iy ekanligini, maxsus o'zining xaslangan bo'ligini qat'iy shaklda o'z ichiga olganligini, boshqasining ehtimoli yo'q ekanligini, undan keyin xasning o'zining ma'nosining oshkor ekanligini, yana bir qatim bayon qilishning hojati yo'q, bayon qilmaydiganligini, buni yana bir qatim bayon qilganlik kitobdan bo'lgan xasning ustiga kitobdan bo'lgan xasning ustiga ziyoda qilganlik bo'ladiganligini, mushu ikki cho'ng hukm qoidasi bo'yicha bir muncha fiqhiy masalalar tarmoq shaxsiy masalalar shaxlanib chiqadiganligini bayon qilib, buni misol keltirib bizga 5da 7 xil misolni keltirganligini so'zlagan edi va 7 xil misolning bizga 4 tafriini bayon qildi. 4 tafriini bayon qilib, ya'ni bayon qilgan 4 tafriiniki 3i xosniki o'zining oshkor ekanligi, yana bir qatim bayon qilinishniki ehtimoli yo'q ekanligi haqida 3 masalani bayon qildi. Undan keyin shu asnoda Şafii tarafdan bizga bizniki shu xosniki mujibisi hukmi bo'yicha olgan hukmlarimizdan Şafiilarga mujmal bo'lib qolgan masalaning ikki e'tirozni Şafiilar tarafidan e'tiroz keltirdi. Ya'ni sizlar bundoq deysizlar, xosning hukmi buning bo'yicha bo'lsa, gapinglar bo'yicha bo'lganda ma masalada sizlarniki chiqargan hukminglar sizlarning va usul qoidalarga to'g'ri kelmadi degan e'tirozga bunga javob berib o'tdi. Endi bugungi darsda bo'lsa qolgan 3 tane tafri, ya'ni xosning hukmini kelib chiqqan 3 tarmoq masalani bayon qildi. Bu 3 tarmoq masala hamda xosniki hukmining qat'iy ekanligi, xosning qat'iy ekanligi va o'zining xoslangan bo'ligini qat'iy shaklda o'ziga olganligi va boshqasini ehtimol keltirmaydiganligi haqida 3 tane tarmoqni so'zlaydi. Musannif rahimahullah deydiki: ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد هذا البيان التفريعات الثلاثة الباقية على الحكم. أنك مصنف رحمه الله ينابل بركات النسفي رحمه الله مشو بيان دكين يعني يقرق تتانا تفريع وإشكدان إتراز بيان بوغان دكين قبقان 3 تفريع 3 tarmoqni zikr qildi. على الحكم يعني خاصның hükmünden kelip çıkan, xasning hükmünden kelip çıkan 3 tarmoqni bayon qildi. Yani xasniki xas degan qat'iydir, maxsusni qat'iy shaklda o'chiga oladi degan hukmga binoan kelgan 3 tarmoqni bayon qildi hozir. Faqal dediki: "Velizalika sahha iqa'u talaqi ba'da al-khulu'." Shu sababdan yana xasning qat'iy bo'lganligi, o'ziniki maxsus xoslangan bo'ligini qat'iy shaklda o'ziga olganligi uchun nima xuli taloqdan keyin taloq qilish durust bo'ldi. Endi bu masala qisqacha so'zlab o'tsak, qanday masala desa, xuli taloq 2 xil bo'ladi. Biri mol bilan taloq qilish, yana biri molsiz taloq qilish. Endi yana taloq qilish degan er kishining haqqi, taloq qilish huquqi. Endi bu taloqni normal taloq qilinganda pul mol olmay taloq qildigan gap. Bazı çağda er kişinin ajrashqisi yo'q xotinni, lekin xotini erining qattiq yeginib ketgan va bular uy tutsa, Alloh taolaning hajjigalarini to'g'izolmaydigan mushunda holat shakllanib qolgan paytda ayol kishi o'zining yo to'yliqini bilamda er kishi rozi bo'lgandek darajada pul mol berib, "Men sizga bergin" desa, eri shu pul molga rozi bo'lsa, uniki taloq berish lozim keladi, erga taloq qilish. Unga taloq qiladi er. Buni mushu taloq qilgan chaqda
bu talaq mal bilan qilingan talaq deb ataladi. Bu xul'i talaq deb ataladi. Ammo unda bo'lganda, ya'ni malsiz talaq degan normal talaq oddiy. Normal talaq degan ya raj'i bo'ladi yoki bayin talaq bo'ladi. Ammo xul'i talaq bilan bo'lgan talaq bayin talaq tushadi. Endi shu masalada İmam Şafii deydiki, xul'i degan talaq emas, xul'i degan fasx, ya'ni nikahni buzib o'tish. Buzilgandan keyin xul'i ayol kishi pulni chiqadi. Ayol kishi undan rozi bo'ldimi? Rozi bo'lgandan keyin buning orasini hokim ayirib o'tadi. Bu ayirib o'tadi. Buning orasida hech qanday ahudlik munosabat qolmaydi, hech qanday munosabat qolmaydi. Bundan keyin talaq qilsa, bu talaq tushmaydi deydi İmam Şafii. Ammo İmam Azam Abu Hanifa xul'i degan bu talaq hisoblanadi. Talaq xul'idan keyin talaq tushadi. Buning samarati nima desa, masalan bir ayolni bir talaq bo'lgandan keyin xul'i talaq qilibdi. Xul'i talaq qilibdi, ikkinchi talaqni. Ikkinchi talaqni xul'i talaq qilibdi. Xul'i talaq qilgandan keyin uni keyin uchinchi talaqni qilgan bo'lsa, İmam Şafii'ning mazhabi bo'yicha bu qilingan uchinchi talaq tushmaydi bu ayolga. Ya'ni demak bu ayol boshqa erkak bo'lsa-mu ilgari bilan bo'lisha oladi. Anladın? Bo'lishiman desa, endi ikki talaq qilingan. Demak, bir talaq qilingan bo'ladi, bu xul'i talaq hisoblanmaydi, boshqa nikoh o'qisa bo'ladi. Ammo bizniki Imom Hanafiy mazhabida deganda xul'i talaqmi talaq hisoblanadi. Undan keyin qilingan xul'i talaqdan keyin qilgan talaqi tushadi, 3 talaq hisoblanadi, boshqa erkak kerak masalan. Tamartul xilaf bu. Lekin İmam Şafii'niki keyingi mu'tamad mazhabida xul'idan talaq bo'lganligida eng mu'tamad qavlida keyingi nimalarni shuni taqiqlab chiqqan. Ya'ni xul'i talaq hisoblanadi degan İmam Şafii ham. Xo'sh. Endi nima kelayli? ولذلك صح إيقاع الطلاق بعد الخلع. يعني ولأجل أن مدلول الخاص، يعني خاصның مدلولي قطعي bo'lganligi uchun واجب الاتباع uning ergashish, yani xosning madluli, ya'ni xos dalolat qiladigan hukm qat'iy, uning ergashishi vojib bo'lganligi uchun sahha indana. Bizning mazhabimizda ayol kishiga, eri ayol kishini xul'i talaq qilib bo'lgandan keyin talaqni tushirishi nima durust bo'ladi. To'g'ri bo'ladi. Xilofat-i Şafii bu İmam Şafii rahimahullohga qarshi keladi bu hukm. Buning bayonoti. İmam Şafii rahimahulloh deydiki, innal xul'a fasxul lin nikah. Xul'i degan nikohni buzishdir. Fala yabqa nikahu ba'dahu. Undan keyin nikoh qolmaydi. Va laysa bi talaqin fala yasu talaq ba'dahu. Undan keyin bu xul'i degan talaq emasdir. Fasxdir. Ondan keyin nikoh qolmaganligi uchun xul'i talaqdan keyin talaq qilish durust bo'lmaydi deydi İmam Şafii rahimahulloh. Lekin bu as-sahih Şafii rahimahullohning qavlidagi mu'tamad qawl xul'i ham talaq hisoblanadi. Xo'sh, va indana ham bizim mazhabimizda huwa talaqun. Xul'i degan talaqdir. Yasihu iqa'u talaqil akhir ba'dahu. Xul'i talaqdan keyin yana bir talaqni tushirish durust bo'ladi. Nima ki bu dalilingiz nima desa, Alloh taolaning fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du degan Sura Baqaraning 230-oyati. Bu oyatning davomigacha oxirigacha. Fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu degan shu oyatningki shu oyatga amal qilganlikning jihtidan xul'i talaqdan keyin talaq tushudi deymiz. Bu oyatning ma'nosi, agar u eri bu ayolni talaq qilsa, undan keyin bu erga bu ayol taki boshqa bir erkak tegmaguncha halol bo'lmaydi degan bu oyatda bu nima dalil chiqdi bu yerda? Desa buni tafsiloti bundoq. Va zalika, ya'ni bu oyatningki xul'idan keyin talaqsiz tushirganligiga dalolat qilishi li'anna Alloh shuning uchundirki, Alloh taolo bundoq dedi avvalan. At-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Sura Baqaraning 229-oyatida talaq degan 2 qatim bo'ladi. Ya'ni yong'ili bo'ladigan talaq 2. Fa imsakun undan keyin ma'ruf bilan to'xtab qilish. Ya'ni fa imsakun ma'ruf degan ya'ni chiroylicha uy tutib qilish. Ayolni qo'lda tutib uy tutib qilish. Aw tasrihun bi ihsan yoki ayolni 3-chi talaqni qilmasdan chiroylicha qo'yib bilish. Ya'ni oyatning ma'nosi at-talaqur raj'i isnan. Yong'ili bo'ladigan talaq 2dir. Bunun bir xil ma'nosi. Yoki ya'ni bu talaq bilan yana bir xil ma'nosi av talaq shar'iy, ya'ni shar'iy talaq degan bir qatimdan keyin bit tafriq dunal jam', ya'ni ayirib tushiriladi jamlamasdan. Demak, cho'g'ini talaq degan
endi 3 xil bo'ladi. Biri ahsan taloq, yana biri hasan taloq, yana biri bid'at taloq. Yana biri atalg'usi, biri ahsan taloq, yana biri sunnat taloq, yana biri bid'at taloq. Ahsan taloq degani qanday taloq desa, bir ayol kishini veti qilinmagan pokligida faqat bir taloq qilib ham ayrilib ketish, undan taloq emas. Bu ahsan taloq. Endi sunniy taloq yoki shar'iy taloq yoki hasan taloq degani bo'lsa, ayol kishini veti qilinmagan pokliklarda her poklikda bir taloqdan qilib taloqni 3 poklikka yoki 2 poklikka ayirib çügüzüş. Bir yola mı çügüzmezdik. Hem de bid'at talaq degani şu, bir poklikda 3 talaqni bir yola çügüzüp ötiş, yoki 2 talaqni çügüzüp ötiş. Yoki ayol kishi hezlar vaqtida taloq qilish degan bu hammasi bid'at taloq bo'ladi. Ammo taloq tushundan bir shaklda. Lekin gunohga olib tushadi o'ningda. Ma u ayirib tushgan taloq shu sunnat bo'yicha qilgan taloq bo'ladi. Fa ba'da zalik mana ashundan keyin yajibu ala zawj amdi ikki taloqni ikki poklik bilib tushirib bo'lgandan keyin erning gandiga vojib bo'lgani imma imsakun ma'ruf yoki chiroyliqcha tutib qilish, ya'ni ma'ruf bilan tutib qilish degan, ya'ni muroja'a bi husnil muashara degan gap, chiroyliqcha turmush qurib ayol bilan yenishib bulishish. Aw tasrihun bi ihsan yoki chiroyliqcha quyib bilish degani, ya'ni ay taxlisun alal kamali va tamam. Yani ayol kishini shu o'zini iddati chiqatguncha alal kamal va tamam deb iddati chiqib ketganga qadar xalos qilish degan gap, ya'ni uni taloq qilmasdan, 3-chi taloqni qilmasdan ayol kishini iddati chiqib ketguncha o'z holi qo'yib berish, xalos qilish. Alal kamal va tamam deb ayol kishining iddati to'shab chiqib bo'lguncha uni 3-chi taloqni tushirmay, balki o'z holi qo'yib berish, ya'ni ayol kishi uniki ilkini chiqib ketish. Bu holatda 3-chi taloq tushirmagan holda degan bo'ldi. Ve dikkat qiladigan ham şey tasrif yasani 3-chi taloqni qilish deb ma'no etmaydi Hanafiyda. Ya'ni balki nima qilish, uni 3-chi taloqni qilmasdan shunday qo'yib uni iddati chiqib ketgandan keyin uni ayolni erkishning ilkini chiqib ketadi, boshqa erkak tegsa bo'ladi. Agar keyin bo'lishib qolsa-mu, bo'lisha oladi unda vaqtda. Summa zakara ba'da zalika mas'alatu. Ondan keyin musannif bundan keyin xulq masalasini bayon qildi. Dediki yoki Alloh taolo, summa zakara ondan keyin Alloh taolo o'sha at-talaq maratan fa imsakun bil ma'ruf aw tasrihun bi ihsan degan bizga taloqni tushuntirib bo'lgandan keyin xulq masalasini bayon qildi, xulq taloq masalasini. Dediki fa in khiftum alla yuqima hududallohi fala junaha alayhima fima ibtadat bi. Agar sizlar, ya'ni veliyul amr, hakimlar bu xotinning Alloh taolaning had chegaralarini barpo qilmasligidan qo'rqsanglar, fala junaha alayhima, bu xotinga fima ibtadat bihi, ayol kishi u erga fidya bergan narsada hech bir gunoh yo'q. Allah yuqi. Hoş emdi bu ayetning tafsirini qilyapti. Ya'ni ay fa in zanantum agar hakimlar sizlar bu ishga xotinning Alloh taolaning had chegaralarini, ya'ni chiroyli uy tutib, insonparvarlik bilan, adamchilik bilan chiroyli uy tutib Alloh taolaning had chegaralarini, hududlarini turg'izolmasligidan ansirsanlar, qo'rqsanglar, fala junaha alayhima fima ibtadat. Ya'ni bu ishga xotinga bu ayol kishining bergan fidyasida, ya'ni bu ayol kishining er kishiga bergan fidyasida ve hallasatha min az-zawji ve talaqaha az-zawj, yani ve ayol kishining er kishiga bergan fidyasida, ya'ni ayol kishining er kishiga bergan fidyasida ve hallasa, bu fidya bu ayolni yeridan xalos qilgan, bu shu shaklda ve talaqaha az-zawj, ve er kishi bu ayolni taloq qilgan. İşte yani ve talaqaha az-zawj degan gap hammasi nima? Yani mahzub demakchi. Yani ayol kishi erga fidya berishida ve er kishi ayolni taloq qilishida. Chunki ayol kishi fidya bergan bo'lar ham ish tugamaydi. Fidya bersa, eri bunga rozi bo'ladi, nimsa taloq qilsa degan ayol kishi ayolib ketadi. Er taloq qilsa, ayol kishi qancha million pul to'lab ayololmaydi. Fa ulima, bundan shu bilindiki, anna fi'lal mar'ati, ayol kishining qilgan ishi bu yerda xul'i taloqda fidya berish, ya'ni mol to'lash. Ve fi'lu er kishining qilgan ishi huwa ma kana madkuran sabiqan, ilgari zikr qilingan, ya'ni Alloh taolo at-talaq marratan degan taloq degan, yani bulash qilib bo'lgan taloq, ikki degan taloq. Er kishining qilgan ishi shu taloqni qilish, lalfa bu yerda buzish, fasx emas, buzish emas bu yerdagi maqsad. Ayol kishining qilgan ishi pul to'lash. Nima ish qiladi? Anal fasx, chunki fasx degan yaqum bit tarafayn, ikki taraf bilan turadi. La biz zawji wahdahu,
yalğız er bilen durmaydı. Fasık degan so'da bor. So'da ikki taraf so'dni buzat uchun ikki tarafning huquqi bor. İkki taraf o'xshash darajada malni qaytardi, pulni qaytardi, uni keyindan yenisha oladi. Lekin nikohni buzishda ikki tarafga ehtiyoj yo'q. Ayol kishi shunda taloqni berdimi? Ayol kishining so'zi nikoh tugaydi. İkki tarafga ehtiyoj yo'q nikohni buzishda. Buni unaga qiyos qilib bo'lmaydi. Thumma qal andan keyin Alloh taolo bundoq deydi. Fa in tallaqaha agar bu ayolni eri taloq qilsa fala tahid yani taloq qilsa degan gap hamda ikki taloq qilib bo'lgandan keyin taloq qilsa yani uch taloq qilsa degan gap. Fala tahillu lahu min ba'du. Bu ayol u eriga, yani asldagi eriga taki u ayol bu erdan boshqa bir erga tegmagan qadar halol bo'lmaydi. Ya'ni ma'nosi fa in tallaqa zawju agar bu er bu ayolni 3-chi qatim taloq qilsa fala tahillu al-mar'a. Ayol kishi eriga 3-chi taloqdan keyin bu ayol kishi halol bo'lmaydi taki bu ayol kishi boshqa bir erga tegmaguncha ve o er o ayolni vati qilmoqcha va u ikkinchi er o ayolni taloq qilmoqcha va uni iddati chiqmoqcha nima asliga eriga halol bo'lmaydi. Xo'sh, endi tamam, bu yerdagi bu masalada ixtilof yo'q İmam Şafii'mizda. İmam Şafii rahimahulloh deydiki, innahu muttasilun. Deydiki, fa in tallaqaha degan Alloh taolaning fa in tallaqa degan qavli Alloh taolo at-talaq marratan degan qavli bilan tutashdir. Ya'ni taloqda ikki qatim bo'ladi. Fa in tallaqaha agar bu ayolni taloq qilsa degan tallaqaha at-talaq marratan bilan ulash bu gap. Ikki qatim bo'ladi. Agar buni taloq qilsa deb ulash bo'ladi. Hatta tekuna hadi talaqat salisi. Yani müştalaq 3-chi talaq bo'lish uchun bu fa in tallaqaha degan qavli at-talaq marratan bilan nima bog'lanishlik deydi. Va zikrul khul'i va fima baynahuma jumlatun mu'tarada. Endi bu ikkisini o'tirishdagi xul'i taloqni zikr qilish, xul'ini zikr qilish bu jumla mu'tarada, bu qistirma jumladir bu. Bu xul'ining bu at-talaq marratan degan jumla bilan ma fa in tallaqaha degan oyatdagi ikki oyatni o'tirishdagi bu xul'ining bu ikki taloqga hech qanday aloqasi yo'q deydi İmam Şafii. Nimishqa buning dalili nimasi? Chunki xul'i degan fasx, nikohni buzishdir. La yasihu talaq ba'dahu. Ya'ni nikoh buzilib bo'lgandan keyin unga taloq qilish durust bo'lmaydi. Unga taloq qilish durust bo'lmaydi. Andaganda unga taloq qilish durust bo'lmaydi. Lekin Alloh taolo agar taloq qilsa dedi, demak taloq qilsa deganlik uchun demak bu yerga bu xul'i masalasining bu at-talaq marratan bilan fa in tallaqaha degan ikki oyatning ma taloq bilan hech qanday aloqasi yo'q. Chunki xul'i taloq degan furqatdir, ayrilib ketishdir. Ayrilib ketib bo'lgandan keyin o'zining mumkin bo'lmagan ayolni kim taloq qilolmaydi. Biz ham buning andasi Alloh taolo xato dedimi yo'q, Alloh taolo xato demaydi. Masalada demak bu xul'ining bu yerda bu qistirma jumla, bu baldi ilgari taloq bilan keyingi fa in tallaqaha degan qavldan aloqasi yo'q. Bu masala muhimda chiqamiz deydi İmam Şafii rahimahulloh. Lekin biz bunun bergan javobimiz bundaq. Innal fa amd asas masalaga keldik. Biz hozir xos bo'limida ketib boramiz. Kallamın şey dikkat etmeyecek yasutu. Xos bo'limida ketib boramiz. Ham shu biz turadigan asosiy jumla kalantısı oldu. Yani xul'i degan taloq hisoblanadi, undan keyin taloq tushirili bo'ladi degan shu muhim bilan bizning xos bo'limida turayotganligimiz kallamdan ketmas kerak. Eng muhim halqa. Yani biz deymiz innal fa degan xosdir. Hem de Arap tilideki harfler iki kılgı bölümde böyle huruful maani yani böyle huruful hica huruful mebani de batılıdır. Huruful hica diye ilip harfleri. Bunun hiç kadar manisi yok. Ama huruful maani diyen ki harfleri, manileri var. Bu harflerin ki çok bir harfin terkip bir şey, Uygurca'da bir harfin terkip bir şey lazım mı? Belki iki harfin, belki üç harfin terkip budur. Lakin harf de batılıdır, huruful maani de batılıdır. Ama huruful hica fakat bir harfin terkip budur. Lakin huruful maani üç harfin bağlı kalıp, lakin nemiş harf de batılandıysa bu bir tane harfin terkip kalacağı etmez. Belki bu ya isim emez, ya ki fiil emez. Şu belki devamlı sözünün bir tarafi dikildiğin harf degen harflerde talep degen buludu. Boğalık üçün harfde batılıp kaldı. Lakin anda huruful hicaga okşamaydı. Uygurca'daki harf degen okşamaydı. Demek bunu manilik harflerde batayımız. Yani biz Uygurca'da bunu bağlıqçılar deyimiz. Uygurca'da ya koşumcular ya ki bağlıqçılar. Bağlıqçılar diye mesela bizim bilen desek biz Uygurca'da bilen desek bağlıqçı mesela. Bu iki isim arasında bağlaydı. Demek bilen diyen gap
Bir hemde kitap var. Xuddi şuna o'xshaydi. Endi arab tilidagi bu bog'lig'uvchilar ning ma'nolari bir qancha ma'nolari bor. Lekin shu bir qancha ma'nolar ichida bir dona ma'nosi haqiqat ma'nosi. Xos bo'lgan bu so'z asli qo'yilgan, faqat mushu ma'noga xos qilib qo'yilgan. Undan boshqa ma'nolar chu hammasi majoz ko'chma ma'nolar. Xo'sh, endi fa degan xosdir. Bu deyali ma'nan maxsus bir ma'noga qo'yilgan. Va huwa ta'qib. Fa asli qo'yilgan, eng maxsus qo'yilgan ma'no qaysi ma'no? Yani ta'qib. Ta'qib degan yani ergeçtiriş, arkadarlık keltiriş. Bir iş buluş, onun kendiliği o buluş. Bir iş buluş, onun kendiliği o buluş. Yani onu ikisini oturursa işimi kelmezlik. Ve amdeme hoş, manisi bu şu. Mesela, Câ'e Zeydun fe'amrun desem, Zeyd kilipla Ömer geldi. Zeyd gelgendiğin kille Ömer geldi. Onu oturursa, Semet kiyemmeyiz. Fakat arkadarlık geldi degeni öldürürdü o. Fakat uqibe hâdet talak, hoş, emdi bir yerdeki bu talak, fe in talaka degen talak, yani üçüncü talak, bil iptida ayol kishiniki ilgi pidya bilishmasi oyatiga oyatini keynidilam keltirildi. Fayanbaghi anda bo'lgandan keyin fayanbaghi ay yaqa badal khul'i. Yani demak bu talaq khul'idan keyin tushishi loyiq bo'ladi va bu aydan talaq va khul'i ham talaqdir. İmam Şafii deydi khul'i degan talaq emas. Khul'idan keyin talaq tushigizga bo'lmaydi. Shuning uchun bu khul'i masalasini bu jumla mu'taraza qilamiz. Bu talak meselesi alakası yok bir mesele kılımız. Onu kendin talakını düşüreyleyimiz deydi. Lakin bunda tekellüf kılışın haceti yok. Çünkü fe degenin manası xasdır. Buna oturup bir nesi kısılanmaydı. Cümle meselesi kısılanmaydı. Cümle yeni meselesini kegen hul edigen bu talak. Hul edigen bu talak. Yani talakniki iki kısmının böyle bir pul bilen kılıngan talak. Yani bir pulsuz kılıngan talak. Kanda yani ayol talak diye iki buludu. Yani bulaş kılıp bulgan talak. Hoy mal bilen kılıngan bolsun. Hoy malsız kılıngan bolsun. Bu işki buludu. Onun için üçüncü talakını kılsa tabi başka ayrıca için bulaşamaydı diyen. Bu da bunun manası. Deydi o. Çünkü fe şeydeki fe bunun manası xas takip için bunu biz hul'ini bir yandan çıkarıp atamayız. Talak merata bilen fe in talakağını oturmuştu ki bu hul'i meselesini biz başka bir meselede çıkarıp atamayız. Belki bu şu üçüncü talakını beş talam kelgen doğru. Bunun gayeti ne dese? Ennehu yelzem en tekune telqat. Emdi. Demek edesi çok gap çıkıp kalsa yani nimi gap kalsa bizge Şafii tarafından itiraz gap kalsa bu gapimizge yani fa degan takip için bu huli talaqning meselesi şu talaqning içine dahildir desek onu en çok değerlendiren gibi bizge nima deydi? Gayet o degan gap. En katı biz böyle itirazı şu ki yelzem en tekune telqat arba anda olganda talaq 4 talaq olsuldu ekan. Bu yerdeki Allah Teala talaqda ikki bulaş qildigan talaq. Üçüncüsü olsa bulaş qilib bo'lmaydi deb tursa, siz ma tuxul inim ağır kiygizsiniz 5'lik 2 talaq. Bugün xul'i 3. talaq, 3. talaq. Onun kendinden fa in talaqa degan qavli 4. talaq oldu o. Hatta 4 talaq lazım gap qoldi. Sizin bu gapınız hata degan gap ya da şu xul'ini çoqum cümle muteras qilib chiqarib o'tishimiz kerak bu aradan. Deb bunday itiraz keltirishi mumkin. Yani bu tafsilati ve 4 talaq lazım qilib qoladi. İsnatdan ikkisi Allah Teala'nın at-talaq maratan degan qavlidiki. Ve salis üçüncüsü xul'i talaq. Dördüncüsü hiya hadi yani fe in talaqa degan Allah Teala'nın bu qavlidir. Degan bu lazım yani bu lazimat qilib qoladi. Bu lazım qavl qilib qoladi bizning bu gapingizdan desa Velakinnehu la ba'se bihi. Bu kelgan bu itirazda hech qanday bir xato yo'q, mushkuli yo'q. Chunki buni beradigan javob oddiy. Fa innal khul'a laysa talaqan mustaqillan. Bizning demoqchi bo'lgan bu khul'i biyada khul'i talaq deganimiz mustaqil, ya'ni beshtiki at-talaqu maratan degan ikki talaqdan boshqa bir talaq emas. Alohida bir talaq emas. Balki bu ikki talaqning ichiga kirib ketadigan talaq. Ya'ni talaq degan ya mal bilan talaq qilish, ya malsiz talaq qilish, yoki ya malsiz, ivazsiz talaq qilish yoki ivaz bilan talaq qilish. Yani bulaş qilib bo'lgan talaq, qo'y pul olib talaq qilsin, yoki pul olmay talaq qilsin, ikki qatim qilingan talaqda bulaş qilib bo'ladi, ammo ikki qatimdan keyingi 3-chi talaqda bulaş qilib bo'lmaydi degan ma'nosi. Boshqa bir talaq emas bu. Qanday o'qil, xuddi deyilgandek bo'ldi, at-talaq maratan. Talaqga ikki qatim. Bu talaq savo'in yani raji talaq bo'lsin. Raji talaq bo'lsin. Bu yerda raji talaq degani chunki xul'i talaq degan bayin talaq bo'lib ketadi. Barabardagi bu ikki talaq raji talaq olsun. Fayda aydan şu chaqda
Yecibu imsakun bi ma'ruf. Yani ma'ruf bilen öy tutup qilish vacip buludu. Ev tesrim yoki shaylar qo'yib bilish vacip buludu ayolni. Ev kanata fi zimnil khul. Yoki bu ikki taloq nima? Xuli taloqning qatori bo'lsin. Degan gap. Kaynatin takunu bayn. O chaqda bu taloq bayn taloq bo'ladi. Bayn taloq degan gap. Bu yerdagi bizda bayn taloq ikki xil. Bir baynunatul kubra, baynunatul sughra. Baynunatul kubra deganimiz yani cho'ng shu cho'ng odam cho'ng ayirib o'tadigan taloq degan gap. Yani bu 3 taloq olib ketgan. Boshqa ayga tegmoqchi halol bo'lmaydigan. Baynuna sughra deganda chu desa, yani kinoy taloq bilan tushgan taloqlar masalan. Ayol kishi iddati chiqib bo'lgandan keyin masalan, raji taloq bilan biz masalan eri raji taloq qilibdi ayolni, undan keyin iddat tugab bo'lgan bo'lsa, tabiiy bu nima baynuna sughra olib ketadi. Yani bu ayol boshqa ayga tegsa bo'ladigan holatga o'tadi. Baynuna kubra olib ketmay, baynuna sughra bo'lsa, bu ayol kishi boshqa ayga mutigalaydi, yani dastlabki ilga mutigalaydi. Ammo farq raji iddatining ichida yoki raji taloq bilan qilingan iddatning ichida bo'lgan bo'lsa, eri bilan boshqa nikoh o'qitish shart emas. Boshqa nikoh o'qitish, to'yloq bo'lish ketmaydi. Ammo ayol kishi bayin taloq qilib ketgan bo'lsa yoki iddati raji taloq qilib iddat chiqib ketib qolgan bo'lsa, u chaqda boshqa nikoh o'qitish va boshqa to'yloq vojib bo'ladi. Farq shu. Ammo baynat kubrada boshqa ayt tegmaguncha nikoh o'qitgan bilan nikoh tushmaydi. Endi yeni bir qoida bu hammasi fiqh masalasi chiqdi bu. Sarih taloqdan raji taloq tushdi. Kinoy taloqdan nima taloq tushdi? Bayin taloq tushdi. Endi mishada demakchi o'g'ini hozir men xuli taloqdan nima bayin taloq tushib ketdi. Xuli taloqdan bayin taloq tushdi. Endi xo'sh fa in talaqaha ba'da al-maratayn. Endi er kishi ayolini mush mazkur yo xohi bu taloq raji taloq bo'lsin, xohi bayin taloq bo'lsin, ya'ni xuli taloq bo'lsin. Mush ikki mazkur, ya'ni xohi ful ilib qilgan taloq, ful olmay qilgan taloq bo'lsin. Mush ikki mazkur taloqdan keyin taloq qilsa, fima qablu bundan burun zikr qilingan ikki taloqdan keyin taloq qilsa, fala tahilu lahu degan gap. Yani 3. taloq qilsa degan gap. U er bu ayol avvalgi ilga mujnundan keyin, ya'ni taloq qilib bo'lgandan keyin 3. taloqdan keyin taki bu ayol boshqa bir erga tegmaguncha halol bo'lmaydi aslida ilga. Endi va ala hada taqrir, mana mushu bizniki mushu tuzgan mushu taqrir, mushu qaror, mushu dokulat, mushu yakunimiz bo'yicha indafa ma qil. Tuvanda deyilgan yoki yuqori deyilgan nimalar e'tirozlar hammasi chekindiriladi. U e'tirozlar qaysi e'tirozlar? Meniki tuvanda deyilgan gaplar, yuqori deyilgan emas. Tuvanda sizning gapingizdan bunda gap lozim keladi, gapingizdan bunda gap lozim keladi degan gaplar biz yuqorida qaror qilgan ikki xil gapni dedikmi? Biri bu bizniki degan xulli taloqimiz o'z oldiga taloq emas, bu ikki taloqni kirib ketadigan taloq biri. Ma gapimiz. Aynan bir gap bizniki bu halol bo'lmaslik, halol emasligi, bu tushadigan haromlik faqatlam xulli taloq qilgan ham xos emas yoki beshtiki raji taloq qilgan ham xos emas. Demak, ikkinchisi qaysi taloq bo'lsin, 3. taloqni qilsa o'xshashlar harom bo'lib ketaveradi degan bizning shu muqarrarlashtirilgan shu dokulat, shu dalilimiz din tuendi keladigan lozimatlar hammasi chekindiriladi. U vasqasi innahu yalzamu yakuna at-talaq alladhi ba'da al-khulu'. Ya'ni xulutin keyin bo'lgan taloqning ham buning hukmi halol bo'lmasligiga chiqib qoldi buningda. Lallazi laysa kadhalik. Yani uningga o'xshamagani harom bo'lmaydi degan gap chiqib qoldi. Ya'ni sanda bo'lsa biz fa'ni xos desangiz, bu gapingizdan shu xulidin killam, xuli taloqdan killam taloq qilinsa, 2 taloq bo'lsin, 3 taloq bo'lsin, nima bo'lsin, xuli taloqdan killam taloq qilinsa, aslidagi eliga halol bo'lmaydi degan bunda bir lozim ifoda etsa, buni biladigan javob onda gap lozim kelmaydi. Nimishqa? Chunki bu xuli taloq yuqorgi at-taloqning baratanidan boshqa bir taloq emas, balki shu at-taloqning baratanining ikki turining biri. Shu chiqib ketadigan taloq alay taloq emas. Shu bu gapingiz lozim kelmaydi. Xo'y bu xuli bo'lsin, xo'y raji normal taloq bo'lsin, 3. taloqdan keyin yo'l chiqmaydi. Bu gapingiz lozim kelmaydi. Va yani ikkinchi lozimisi va annahu yalzamu alla yakuna al-khul'u illa ba'da al-maratayn. Xul degan faqat 2 xildan keyin bo'ldi ekan degan gap lozim kelmaydi. Chunki biz xul'ni o'z oldida taloq demadik.
Hul'i talaqni faqat 2 qitimdan keyin qilib bo'lgan nega lozim kelmaydi. Chunki hul'i boshqa o'z o'ziga mustaqil taloq emas. Ya'ni shu 2 taloqning ichiga kirib ketadigan bir taloq. Nima ish qilib amalan bi qawli ta'ala. Buni nima tafsirda Alloh taolaniki fa in khiftum degan qavliga amal qilib. Alloh taolaniki agar sizlar qo'rqsanglar degan qavliga amal qilib. Ya'ni ma fa in khiftum degan qawl bu shunga lozimdiki Alloh taolaniki agar qo'rqsanglar degan shu o er xotinniki Alloh taolanning chigalarini ijro qilmasligidan, barpo qilmasligidan qo'rqsanglar degan ma qavlining jihatidan ma gap lozim keladi desa bu gap bizga lozim kelmaydi. Chunki biz xuli taloqni nima qilmadik? Fa in khiftum degandagi fa bu endi taqib uchun bo'lsa, bu ayrim bo'ldi desa biz deymizki bu Alloh taolaniki bu yerda fa in khiftum degan bu taloq bu xuli taloqning o'zi boshqa bir taloq emas, balki taloqning 2 turining birini bayon qilishdir degan gapimizdan hammasi chiqindiriladi. Endi walakin yalidu anna hada kulluhu innama yasihhu idha kanat tasru bil ihsan isharatun ila tark al murajaati kama harrat. Yani biroq endi bizga bir itiroz qiladigan itirozni kuchli itirozidan biri bor. Bu itirozni bo'lsa Allama Tabtazani Talih degan kitobda tavzihni ichrisida keltirgan itiroz. Nima deb itiroz keltirgan? Ya'ni anna hada kulluhu, ya'ni bu sizning gapingizning hammasi faqat bir sharoitda to'g'ri bo'ladi. Bu bo'lsa idha kanat tasru bil ihsan, ya'ni Alloh taolaning at-talaq maratan fa imsakum bi ma'rufin aw tasrun bi ihsan degi tasrun bi ihsan, tasrun bil ihsan bu yerdagi chiroyliqcha qo'yib berish degan, ya'ni bulashmaslikqa shart bo'lsa, ya'ni 3-taloqni qilish degan gapga shart bo'lmay, qayta bulashmaslik. Shu holatda qo'yib iddat ayolni iddat chiqib ketguncha ijolatni qo'yib o'tish degan gap bo'lsa to'g'ri bo'ladi. To'g'risi siz degandek to'g'ri bo'ladi. Amma idha kana isharatan, amma bu tasrun bi ihsan 3-taloq ishoratlab qolish shu. Ya'ni yoki taloq degan bo'lash qilib bo'lgan taloq 2 qatim bo'ladi. Undan keyin ayol bilan chiroyliqcha o'titish kerak yoki uni 3-taloq qilib qo'yib berish kerak deb ma'ni qilib qolish shu. Xuddi hadisda bayon qilingandek. U chaqda sizlarniki mediki xul degan sizlarning fa uni ifodalaydi degan gaplarga bakachulab ketadi. Bu chaqda bunda hukm chiqmaydi. O chaqda fa xul degan kelam tushdi deganni bildirmaydi, bo'lmasa 4 taloqlab qilish lozim keladi deb Imom Allama Tabtazani mush itirozni keltirdi. Buning dalilini keltirdiki va amma idha kana isharatan, amma 3-taloq ishoratlab qolsa ala ma ruwiya Peygamber sallallahu rivoyat qilgan asosan annahu qol Peygamber annahu qala huwa at-talaq ath-thalith. Ya'ni Peygamber sallallahu biri at-tasrih bi ihsan degan bu Peygamber Aleyhisselam'dan bir adam kelib so'radi. Allah Taala talaq marratan 2 qatim debdi. 3-taloq nerede? Ayna ath-thalith deb so'rganda Peygamber sallallahu deganki annahu qal huwa at-talaq ath-thalith. Ya'ni tasrih bi ihsan 3-taloq deb bir hadis rivoyat qilingan. Endi hadisning o'zi Bayhaqi rivoyat qilgan hadis, mursal hadis endi. Mursal hadis ba'zi mazhablarda kuchli ega emas. Endi biz Hanafi mazhabida mursal hadis hükümlerde ba'zida kuchli ega bo'ladi. Mursal hadis kuchli ega bo'ladi. Xo'sh, endi Peygamber Aleyhisselam shuni 3-taloq deb tushungan. Faynayt, amma bunda bo'lsa-chu. Bunda itiroz kelib qolsa. Desa birinchi beradigan javob. Bu yerdagi bu hadis birinchi hadis mursal. Boshqa mazhablarda bu mursal hadisni kuchli deb qaramaydi. Endi yana biri bu yerdagi oyatning ma'nosi Peygamber sallallohu deb berganda agar hadis sahih bo'lib qolsa, ya'ni 3-taloq nerede deb berilgan javobga, ya'ni tasrih bi ihsan deb berilgan javob. Bu yerda ham tasrih bi ihsan degan gapmi yo'q bu yerda hozir. Annahu qal Peygamber sallallahu huwa at-talaq ath-thalith. U 3-taloq dedi. Fa hina idin yakunu qawluhu ta'ala fa in talaqaha bayanan lidhalik. Tasrih bi ihsan emas, balki tasrih bi ihsan ya'ni 3-taloq shu. Şu çağda fa in talaqaha degan Alloh taolaning qavli bayanan lidhalik. Belki fa ta'qib bo'lmaydi, fa tafsil bo'ladi, fa tafsir. Ya'ni agar
bu ayağını şu üçüncü talakını kılsa demeyetimiz fe in talaqaha deyen kim ki talaqaha. Bu çağda bu başka yenidən bir talaq bulmaydı o. Alamet ebtezani keltigen iradat muşu. Emdi biz bunun bildiğin cevabının biri emdi yani bir yerdeki Peygamber Sallallahu depegen eğer müşahede sahih bulap kala olsa bunun bir iki cevap var. Biri bu bir yerdeki tesirun bir yasanın manası fakat üçüncü talakını kılıçlam diyen bulmaydı. İki manası var ya üçüncü talakını kılıp ayak kişini koyup biliş ya ki talak kılmay öz halkı iddetten çıkıp küçük öz halkı kuş. İki manası var. Her ikisi dururuz. Peki Adem soğan sual üçüncü talak nerede diyen ki muşahede Peygamber Aleyhisselam köspeyin sonun sualık cevabın belgen cevap. Çünkü eğer bir adam ayağını iki talak kılıp üçüncü talakını kılması ucağda günahkar oldu diyen gap çıkdı. Eğer üçüncü talak çokum vacip boğan fe imsakında iki talaktan kin yerden vacip boğunu diyen gap olsa ucağda üçüncü talak kılıç ya vacip ya ki eğer vacip kılmış günahkar oldu çokum ya buluş gerek ya ki üçüncü talakını kılması gerek yolu koyması gerek diyen gap çıkdı. Andaman çıkmaydı. Bil icma. Hiç kaz mezhepte üçüncü talakını kılıç vacip diyen gap hiç kim demeklik. Ama şu sualın nispeten bilgen cevap bu bir. İkincisi eğer de tamam biz tesirun mesela üçüncü talak diyen halette mi? Üçüncü talak da yani bayan kan halette mi? Nime bir yerde bunun İmam Şafii'nin mezhebi boyunca hul'i talak diyen talak emes diyen gibi çıkmaydı. Hul'i talak diyen talak emes diyen gibi çıkmaydı. Demek fakatlam kildiğini bizdeki delilimiz hul'i talak'tınkin talak düşüdü diyen delilimiz başka bir delilden buluş gerek. Yani ma delilen ma ayetin fa diyen ayet fa'yı takiptinkin fa'nı takip manası ki amay fa'nı tefsiri boyunca issak yani hul'ininki talak bulup düşüşü bu delilden ama yani başka bir delilden yani bir hadiste hul'i talak kılınan ayalga salih talak düşüdü diyen bir hadis var. Şu hadis ölen delil diyen yani bu yıldan cevap mı şu? Hoş emdi huve talak salis hoş ve la taalluqa lehu bi mes'eletil hul'i aslan. Yani Allah müteftezan keltigen iradatta yani bu meseleninki bu ayetindeki hul'i meselesiyle alakası yok asla dese tamam bunu koyayımız. Tamam bizim şunda deyimiz. Feyekunul ma'na mudabuludu. Enne bedel merreteyn iki talak puanlıkin ya çıraylıkça yarışıp ötüsüp kılış gerek ev tesrihun ya ki çıraylıkça üçüncü talakını kılıp kuyap kılış gerek. Yani ma'na çıkıdı. Fe in athilet tesriha bil ihsan eğer tesrih bil ihsan ihtiyar kısa yani çıraylıkça kuyap kılışın ihtiyar kısa fetallaka thalithan onu üçüncü talakını kılıdı. Fela tehillu lehu min ba'du onun kendinden eğer üçüncü talakını kılsa asildeki ilgi başka bir ayette hiç halal bulmaydı o. Hada hulasetun ma qalu. Benim ulan diyen gapinin hulası bu şu. Ben bu gapimde tefsiri bayanatını Tefsirat Ahmedi diyen kitabımda kendi bayan kıldım. Hem de ben digendek demek üçüncü talakını kılış perlize vacip emez. Bunu hem öyle bir ittifak. Bir. Peygamber sallallahu eğer müşahede sahih bulup kalsa demek iki yolun birinin yani bunun da tesrim edemle hep sordu. Üçüncü talakını digendekin tesrim bir ihsan diyenin manası ya çaylıkça talakımı kuyap biliş ya ki üçüncü talakını kuyap biliş. İkincisi duruz. Üçüncü talakını kılış mı duruz? Üçüncü talakını kılmaslık mı duruz? Lakin üçüncü talakını eden müşahede. Kuyap biliş diyenin tiki de üçüncü talakını kılış mı ba, kılmaslık mı ba? Çünkü Peygamber sallallahu şu umumi manada bakın bir telefone çıkıp ben onun cevap bilişki nispeten. Onun dekin hulasa kelam bu çağda bizim asas maksımız kalsı hul'i talaktan talak düşem düşmem diyen mesele ama hul'i talaktan talak düşme meselesi bu ayetten çıkmaydı çağda. Yani fa talaqahi fa tefsir için geliyordu. Yani at-talaq marratan diyen tesrihun bi ihsan diyen niki tefsiri yani üçüncü talakını kılış diyen tefsir buludu bu. Neme takip için bulmaydı. Bu nemene hul'i talaktan talak düşüşünü ifade edilmeydi. Ama yeni bir hadis ben diyen hadis yani hul'i talak kılınan ayalga salih talak düşüdü diyen hadisinin yüzü din elangan buludu çağda. Delil başka yerden. Demek ahvalatla kandalikin ahvalı olsun İmam Şafii'nin mezhebidim en güçlü mezhep hul'i talak düşüdü. Hanefi mezhebidim düşüdü. Başka yerden delil elangan olsun mu şu ya ki Fatih akif için olsun mu şu ahvalat mu şu. Hem de bir hoş tasniki hükmünü gelip çıkan 6. tarmağa geldik. Musannif Ebu Berkat Nesefi rahimahullah dedi ki ve vecebe mehrul misli bi nefsil akdi fil mufevvada. Hem de
Özü toylaksız tapşırılgan ayalda, eliga toylaksız tapşırılgan ayalda fakat aşu aqdi nikahının özü bilan nikah okutilgan nikahının özü bilan mehr mesil vacip bo'ladi. Mehr mesil degan hamimizning fiqh kitoblarida bor. Mehr mesil degan gap masalan bir qiz bola 10 ming ko'rga tekkan bo'lsa, shu qiz bolaning yeshida shu nasibim shuni o'g'il qildigan tang tush qiz bolaning birisi to'yloq atalmay agi tekkan bo'lsa, atalmay agi tekkan to'yloq uning to'yligi 10 ming riyal o'xshash degan gap. Mehr mesil degan bu shu. O'zining tang tushi qancha pul tekkan bo'lsa, shunchalik to'yloqning vojib bo'lishi mehr mesil. Endi miyadagi masala biz yeni bir masala kelib chiqdi. Xoslik hukmining qat'iyligi, qat'iy bo'lganligi uchun qat'iy shaklda o'chirganligi boshqasini ehtimoli yo'qligini so'zlab ayol kishi o'zini er kishiga to'yloqsiz beribsa, ayol kishining valisi bir ayolni bir erga to'yloqsiz mutqa tuhfa qo'yibsa, beribsa, mana shunga bakaq bilib o'tgandan keyin to'yloq vojib bo'lmamdi desa, nikoh o'qitgan aman gadingi to'yloq vojib bo'ladi. Er kishining gadingi shu ayolning kishi to'yligini bilish. Mahrimsiz shu ayol kishi o'xshagan ayollar qancha pul teksa shunchalik bilish vojib bo'ladi. Ama Şafii mezhebinde onda emas. Şafii mezhebinde şuniki değişkenin boyunca buludu. Değişkenin boyunca buludu. Hem de bu meselindeki tefsilat mıdır? Etfun ala kavlihi. Bu sebepten ve vecebe diyen bu kavli abeşteki sahha iqavet talak diyen kavli etfudur. Ve tefri'un onun için bu hasna hükmünde gelip çıkan yeni bir tarmak. Şakçıl itiştir. Yani xosga amal qilish, xosning hukmi qat'iy. Buni amal qilish vojib. Yana bir qatim bayon qilinishning ehtimoli yo'q. O'ziniki madlulni qat'iy shaklda o'z ichiga oladi degan bu shu hukmdan kelib chiqqan tarmoqning birisi vajaba mahrul misl bi nafsil aqd min g'ayri ta'khirin ila al-vat'i fil mufawwada. Endi nimada o'zini velisi bir ayol kishini bir odamga bekorga to'yloqsiz berib o'tgan bo'lsa, muşu aqdi nikahını okugan hemen şu adamın gadiniga mahril misli vacip buludu. Mahril misli vacip buludu. Bu nime keçiktirilmeydi. Yani veti kılış keçiktirilmeydi. Veti kısa mahril misli vacip buludu. Bunun mahril misli vacip olmaydı demeyimiz. Yani vahve. Ama hazır bizge mufavvida diyen düşündür atıdı. Mufavvida diyen gap eğer bir kesril vav onun zıvılan basın mufavvida dep fel ma'na mana ucaqda elleti fevvedet nefseha bila mehr. Özünü toylaksız irgi tafşırgan ayal diyen bu manası. Ve in kana bi fethil vav eğer mufavvada da onun zıvılan bolsa fel ma'na elleti fevvedaha veliyuha bila mehr. Ucaqda mana ayalın velisi toylaksız irgi tafşırgan ayal diyen mana buludu. Ve huvel asah. İkinci veli mufavvada da okuş en doğrusu demiş ha. Li'ennel ula çünkü birincisi ihtilafga mahal bulanmaydı. Yani çünkü hakkında meselede ihtilaf yani bizde bir ilmul cedel, ilmul munazarada bir ilim var. Muş ilimnin kaidesi de iki taraf var. Karşı karşı iki taraf var. Bu ikisinin nişanı hakkını tepeş. Bunu münazirleşmekçi. Münazirleş için vaktini sarf kılması bikarga akıyada toğaç talaşması için ne mi kılıdı? Avval bir meselenin oturup koydu ama bu meseledeki iki tarafının ortak tarafını oturup koydu. İki tarafının ortak birlik kelgan tarafını oturup koyup onu da bo'lgandan keyin birlik taraf kelgan tarafda talash tartish olib bo'lmaydi. İxtiloflashgan tarafini inshaalloh bekitib qo'yamman. Mishadi masala mishadi deb uni keyinidan munoziralashadi. Mush qoida. Endi biz shu qoida bo'yicha qilganda mufavvida deyishimiz kerak. Chunki mufavvida desak Şafii mazhabida ayol kishi velisiz o'zini ergi bilanmaydi. Bizge ergi bilenmegendik ki uçakta başlılan mesele batıl Şafii mezhebinde. Bizden ihtilaflaşamaydı bu meselede. Başlılan batıl. Bu pavvada yani velisi toylaksız tapşırvatkan diyen meselede ise İmam-ı Şafii'nin mezhebinde mi duruz? Anşun olan işkilerinin ki ittifak meselesi duruz meselesi de kalas. Bir yer geldik. Hem de ihtilaf etkan meseleki hem de kelimiz. İzla yasihun çünkü bunda velisiz kalan ayağının nikahı İmam Şafii rahimehullah'ın mezhebinde durus bulmaydı. Bu meselindeki tahkikatı, emeli tefsilat mıdır? Enel mer'ate elleti fevvadaha veliyuha. Yani bir ayal kişinin velisi toylaksız ilge tafşırgan bolsa, ya ki toylak alması şartıyla tafşırgan bolsa, la yecibul mahru laha inde Şafii. İmam Şafii rahimehullah'ın göz karşıda
bu ayol kishiga mehr to'ylab faqat vati qilgan chaqda vojib bo'ladi. Vati qilmay ojib ketsa kelgan ish vojib bo'lmaydi. Mesela falav mata ahaduhuma mesela agar bu ikki xotinning biri o'lib qolsa vati qilishdan burun. Buni to'ylab vojib İmam Shafi'i rahimahulloh ko'z qarashida bunga to'ylab vojib bo'lmaydi. Va indana bizning ko'z qarashimizda bo'lsa, bizning mazmunimizda yejibu kamalu mahr misl. Nikoh qildimi? Nikoh o'qitdimi? Uni vati qilish saqlab o'tirmaydi. Nikoh o'qitgan ham kamil mahr misl shu erkakning zimmasiga vojib bo'ladi. Va uni ado qilish qachon ado qilish vojib bo'ladi desa, ya bu erkakni vati qilib, erkaklar munosabat o'tkazgan chaqda yoki bu erkak ikkisini o'lib qolgan chaqda, shu chaqda ado qilish vojib bo'ladi. Ado qilish vojib bo'lgan chaq boshqa, zimmiga vojib bo'lgan chaq boshqa. Nimishqa bu dalilingiz nima desa, endi asos maqsad nima ish edi? Alloh taolaniki tuvandagi buni qavliga amal qilmoq uchun. Alloh taolo nima deydi? Va uhilla lakum ma wara'a zalikum an tabtaghu bi amalikum. Ya'ni sizlarga yuqorida zikr qilingan muharramat, harom qilingan ayollarning boshqasi, ya'ni sizlarning mal shu ayollarni sizlarning mollaringlar bilan talab qilishinglar halol qilindi. Endi bu Sura Niso'niki 24-oyatida muharramat deb bayon qilingan. Mushu muharramatlarni Alloh taolo so'zlab bo'lgandan keyin, ya'ni har kishi ololmaydigan, olsa harom bo'ladigan hurmat alaykum ummahatukum degan oyatdagi masalan. Shu tafsirlarni birini deb bo'lgandan keyin, shu yuqorida zikr qilingan ayollardan boshqa ayollarni mollaringlar bilan talab qilish sizlarga halol qilindi degan qavliga amal qilganligimiz uchun o'zini mutqi berib aytgan ayol şu haman nikah o'qitilgan, haman oldim tegdim deyishgan hamondan mahremisi vojib bo'ladi. Tamam. Nerede bu deliliniz nerede dese, şu ayetteki delil nerede dese, Allah Teala'nın en tebtegu degan qavli badalun min ma wara'a zalikum degan qavlidan badal. Badal degan qanday tushunamiz desanglar qarindoshlar. Badal desa, ya'ni badalni mubdal minhu onu qo'yamiz. Agar biz mubdal minhuni hazf qilib o'tib badalni qo'yib qo'ysak ma'ni buzilib ketmaydi masalan. Va uhilla lakum ana deganlik oyatni yo'q qilish deganlik emas, ya'ni masalanga. Va uhilla lakum ma wara'a zalikum an tabtaghu bi amalikum, ya'ni va uhilla lakum an tabtaghu bi amalikum desak ma'ni buzilib ketmaydi. Badal degan uchun o'rni qo'yish degan gap. Ya'ni ma'nida sizlarga shulardan yuqorida zikr qilingan muharramat ayollardan boshqalari ya'ni deb qatib texnik gapimizning demakchi bo'lganimiz ma'vo degan gapni demakchi. Ya'ni şu ayollarni sizlarning mollaringlar bilan talab qilishinglar halol qilindi deb ma'no etamiz inshaalloh. Aw maf'ulun bih, ya'ni aw maf'ulun lah yoki Alloh taolaning an tabtaghu bi amalikum degan qavli nima bo'ladi? Maf'ulun lah bo'ladi. Endi biz bilan maf'ul lah o'qilib bizlar o'qilmasa yoki bu lam bo'lmasa bo'lsa lamni taqdir qilamiz. Ya'ni u joqda uhilla lakum ma wara'al muharramat li an tabtaghu bi amalikum degan libtigaikum bi amalikum degan bo'ldi. Ma'nosi, ya'ni sizlarga muharramatlardan boshqa ayollarni mollaringlar bilan sizlarga muharramatlardan boshqa ayollar sizlarning mollaringlar bilan talab qilishinglar uchun halol qilindi demaydi bu jo'da. Xo'sh, fal ba, bu yerdagi ba lafzi mishadiki hamda xoslar nima aloqasi bor buning desa, xos bilan aloqasi mishadiki bi amwalikum degan qavlga Alloh taolaning ba harfi lafzun xos. Yani bu huruful maani besel söylep ettim. Xas lafzıdır. Xas bulaş için fakat lamın bulaş girerken emas, isim yapıyor bulaş demez. Harf bu xas bulalaydı. Fel ba'u yani huruful maani. Ba degan ma'num bil ma'ni qo'yilgan xas bir lafzıdır. Dastlab qo'yilganda ba deganning buncha ma'nosi bor, lekin haqiqiy ma'nosi nima? İlsaq. Yani bilen degan ma'nosi, bilen. Yani ilsaq degan chaplash degan gap. Jobon masalan chaplaydigan jobo deb narsa bor bizda. Shu joboni chaplaydigan narsa ilsaq deydi, lasaqa degan. Hozir lasaqa deb ataydi arabchada. Ya'ni chaplashqoq degan gap. Endi chaplash degan meni bilan billa degan ma'no. Bilan billa. Arjimraydigan degan gap. Tamam, bu qanday tushunildi desa, vaqila endi shadiki bi amwalikum degan musannifning qavli bi amwalikum, ya'ni ayollarni sizlarga halol bo'lgan ayollarni talab qilishinglar nima? Mollaringlar bilan talab qilishinglar halol. Agar mal bo'lmasa haram degan gap. Mal bilan. Yani biz sizlarni talab qiladigan nikah aqdi nikah
Emvalço, mal. İkisi çok bile buluş gerek. Sen akli nikah okudan ama halas. Mal otomatik birlik etip gidiyor. İkisi ayrılmaydı diye mende çıkıyor demek. Ve kıyla emdi. Ama şu asası gel ma o yukarı sözde bitip oldu. Emdi kuşumcu gepli ma kıyla diyen bir acizlik lakin kuşumcu gepli. Kıyla el ibtiga'u lafzun khas. İbtiga bir yerdeki khas lafzudur. Bir yerdeki bağına memesi demekçi. İbtiga diyen lafzun khas. Khas lafzudur. ودي على معنى معلوم معلوم بغم المعنى يقولون وطلب النكاح أكثر نكاح بيرك وعلى كل تقدير يعني هل قندق تقدير ده يجب أن يكون ابتغاء البضع ملصقا بالمهر ذكرا يعني بضع شرب يعني أيال شنك أورتنا طلب قليش يعني أكثر نكاح ولن çokum toyla kılan ağza aktarılan toyla kılan mulsak bul çaplaşkan buluşu lazım. فإن لم يذكر في اللفظ أجر أغزاك ذكر قلم مسا فلا أقل من أن يكون ملصقا في الوجوب على الذمة أغزاك تغير مثلا يقال قصرتك üzerine mutqibir etken velisi mutqibir etken ayal qo'xshash suratdami tilga ilinmagan taqdirda nima zimmiga ya'ni er kishining gadiniga vojib bo'lish eng bulanmaganda mushu hukm vojib bo'ladi. Demiş Allah Teala'nınki şu bi amwalikum degan qavli bilan. Velakin bir şart var. Bu nikah nima? Nikah sahih bo'lish kerak. Yani ibtig'a yani nikah sahih bo'lish kerak. Hatta agar bu nikah hatta law kana bin nikahil fasid. Agar bu nikah bunda to'ylarni tilga olmasimi, gadangi nima vojib bo'ladigan, to'ylar vojib bo'ladigan bu nikah cho'qim nikah sahih bo'lishi, nikah sahih bilan bo'lish kerak. Yani nikahning bir shartlari va nikah sahih bo'lish uchun shartlarimiz guvoh shart masalan. Bir shartlar va vali shart, guvohchi shart bir şartları var. Şu şartlarniki içinden bir şart tapılmay kalsa bu nikah fasılap gidiyor. Mesela guvahsız ondan hoşuş. Bir adam biz mesela kul dedekler üzerindeki hocayının iznisiz nikah kan hoşuş mesela. Şafi mezhebinde velisiz erkekten hoşuş mesela. Bu hem mesela ben nikah fasıl oldu. Bunun aslisi saklıken şartları hazır olmagandikin fasıl olan ama bazıları mevkuf bulup duruyordu. Eğer hocayını izni verse nikah durusu olurdu. Eğer guvahçı guvahçı payda kısa nikahı durusu oldu mesela. Bu fasit de batıldı. Nikahı fasit bilen kılıngan nikah bula olsa uçakta yecibu terahi ilel vat'i bil icma. İmam-ı Şafii ve bizim mezhebimizde ortak nokta eğer bu nikah sahih bilen guvahçılar hem müstürk boğan nikah bilen bulmay nikah fasitlen bulgan bolsa bu çağda şu ayak kişilerin nikahını fasitlen kılıp icma yani vetik kan çağda şu çağda geldiğinde merhameti vacip oladı. Vetik muğucu vacip olmaydı. Ama nikah sevilen kan bolsa nikah uhtkan ama bizim mezhebimizde vacip oldu. İmam Şafii'nin vacip olmaydı. Ve keda şunu dedik. Lev kana hadal ibtiga yani bu nikah bu ibtiga nikah yoluyla bulmayı belki bir tarikil icara. İcara yoluyla mesela icara medeptu nikah gamayı. Evvel mut'a lakin mut'a. Mut'a batıl bizim nikahımızda mut'a batıl mesela. Yani nikah mut'i diye mesela sizge mançful bitme mançaymen bilen otursanız öyle tutma edebimde nikah olur. Ev bir tariqi zina ya ki zina yoluyla zina diye haram. La yahillu zalikel fiil. Bu fiil halal bulmaydı. Ve la yecibul mal asam mal muvacib bulmaydı. Bu fiil halal bulmaydı zina kalmadı bu. Bununki işi bilek hüküm bilek. Ve ileyhi yuşiru Allah Teala'nınki muhsinine gayre musafihin diyen kavli muşur sözü dalalat kılır. Muhsinin gayre musafihin diyen kavli. Yani bizdeki nikah pas olmayı sahih bulaşık kelek diyen gibimiz Allah Teala'nın ayetindeki devam ediki muhsinine gayre musafihin diyen. Muhsinin diyen yani iffetini saklıqçı. İffetini saklıqçı gayre musafihin diyen zina kılıqçı emas diyen. Muşu kavlidin biz yukarıdaki bu şu mehremesindeki üzerine mutqibir etken ayalda şu nikah bilallah vacip buluş için şartken bu zina kılmagan buluşu iptinaqsızlıgan ve bu nikah fast bulmay nikah sahih buluş gerektiğin hüküm benim bu şeyin işaret neslen çıkıyor. Hoş ve fi hadal makam bu makamda itirazatun dakikatun inçke itirazlar var bunu ben Tefsirat-ı Ahmediyen kitabımda bayan kıldım. Şeyh Kösan'la buludu değil. Emni et-tefri'u sahibi hasına hükmünü kelip çıkan 7. hüküm olsa ve kânel mehru mukaddaran şer'an. Toylak şeriatta belgelengen, miktarı belgelengen bir belgeleme.
g'ayri mudofin ilal abd degan bandiniki ixtiyoriga topshirilgan narsa emas. Qo'shib o'tilgan narsa emas. Ya'ni to'yliqda shariatda 10 bor. Eng tuvanchiki 10 dirham deb masalan. 10 dirham. Ya'ni hozir pulimizda taxminan 250 riyal atrofida. 1 dirham degan 3,5 gram bo'lsa, taxminan 3,5 gramdan ya'ni 35 gram kumush, 35 gram kumushning gramini 6 riyal 7 riyal hisoblasak, yani 200 riyal 250 riyal atrofida bo'ladi. Yani 200 eng tuvanchiki to'yliqning 250 riyal hamda. Bu to'yliq shariatda belgilamasi bor. Ya'ni agar yani bandilar xolisa bir tangaga, xolisa bir ko'yga, xolisa 100 ming ko'yga otgan bundan narsa emas. Ya'ni tuvan cheki bor. Yuqoridan cheki yo'q. Yuqoridagi sansifirning yuqoridan cheki yo'q. Lekin eng tuvan cheki 10 dirham. Lekin Şafi'i mazhabida to'yliq degan qancha pul deysa, bo'lavergan narsa. Pullik qimmat olib, tümüzdeki chaqliq narsa olsa bo'laverdi deydi Imom Şafi'i mazhabida. Tamam, anda olsa buning tafsilot qanday desa, va kana al-mahrum muqaddaran shar'an ghayr mudafin ila al-abd. Bu ilgirki masalaga, ya'ni qo'l taloqni cho'kizish nima durust bo'ldi, xosni hukmi qat'iy bo'lganlik uchun. Uning keyinidan shu to'yliq atalmagan ayol, to'yliq til qilib atalmagan ayol aqdi nikohni qilgan aman gadiga mahramisi vojib bo'ldi erkishning gadiga masalan. Shu xosniki qat'iy hukmiga amal qilganligimiz uchun. Endi yine xosning hukmi qat'iy. Bizniki ma'lum bir so'zga qo'yilgan, shu so'zni qat'iy, nima qat'iy dalolat qiladi degan mushu ma'ni kelib chiqqan yana bir tarmoq va tafri'un ala hukm al-khas. Xosning hukmini kelib chiqqan tarmoq, ya'ni va li ajli an al-amala bil khas vojib. Ya'ni xosga amal qilish vojib deganlik uchun bayonning ehtimoli yo'q. Ya'ni xos yana bir qadam bayon qilinmaydi, uchuq oshkora o'ziniki madlulga qat'iy shaklda dalolat qiladi. Kana al-mahrum muqaddaran min janibi ash-shari'. To'yliq shariat tarafdan, shariat tarafdan, ya'ni Alloh taolo tarafından miqdori belgilangan bir belgilamadir. G'ayri mudofin taqdir bilan buniki taqdiri, buni belgilash bandilarga izoh qilinmoqliq. Ya'ni bandilar xolisa jiq xolisa oz qilinmaydi. Ko'plik tarafiga mayli, lekin ozlik tarafiga bandilarniki kuch yetmaydi. Buning bayonoti bunda. Inda taqdir al-mahr Imom Şafii rahimahullohniki ko'z qarashida mazhabida to'yliqning belgilamasi bandilarning ra'yiga topshirilgandir. Ularning ixtiyoriga topshirilgandir. Fa kullu ma yas'u thamanan yas'uhu maran indahu va indana. Endi ma ishkalarni o'tirishning o'rtaq bir tarafı. Ya'ni pulga yaraydiganligi narsa Imom Şafii rahimahullohning ko'z qarashida to'yliq bo'la oladi, bizning ko'z qarashimizda to'yliq bo'la oladi. Ma o'rtaq tarafimiz bizning. Bizim pulga yaraydigan narsa to'yliq bo'la oladi, Imom Şafii'ning pulga yaraydigan narsa to'yliq bo'la olmaydi. To'yliq bo'la oladi. Ammo xitoblashgan taraf shu desa, xitoblashgan taraf Imom Şafii şu pul qılam yardıgan narsa olsa, bir tenge çalgan narsa olsa, qilib bir ko'rga çalgan narsa olsa, to'yliq bo'la oladi deydi. Lekin bizda eng azı 10 dirham. 10 dirham chaqliq pulga yaraydigan narsa bo'lsa bo'la oladi deymiz. Farq shu. Endi va in kana la yuqaddar bi janibil akthar, ya'ni ko'plik tarafida taqdir qilinmasimi, belgilanmasimi, ya'ni 100 ming, 200 ming, 1 million tarafida buni biz sansifirniki chekchiga olib bo'lmoqlik uchun ko'p tarafini naflanmaymiz. Onu biz sansifir apulanmayımız, belgilep apulanmayımız. Lakin yuqaddaru fi canibil aqal. Çünkü Allah Teala la yukellifu Allahu nefsen illa vus'aha degan ayet için mümkün olmaydı, karşı Allah Teala teklif kılmaydı. Ama azlık tarafta takdir belgili mölçelep bunun miktarı belgileneleydi. Anladın? Ve huve bunun azlık tarafı kası en la yekune aqala min 10 dirahim. 10 dirhemden az olması gerek. Tamam, bunu ne taptanı bu gap ne? Anda olsa İmam Şafii edisini tutup tüm müzik çağlık neyse olsun mu to'yliq olsun boludu degan mazmunga eslab turib buni debto uni dalilgisi. Anını bir delil anlavatsa bizning dalilimiz Allah Taolaning qavliga eslganligimiz. Allah Taala nima dedi? Qad alimna ma faradna alayhim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum. Biz ularning xotinlari, ayollari va qo'l ilkida bo'lgan cho'la dedaklar haqida ularning gardinga belgilagan to'yliqni biz nima bilamiz, haqiqatan bilamiz. Ya'ni ay qad alimna ma qaddarna alayhim fi haqqi azwajihim wa huwa al-mahr. Ya'ni ularning ayollari haqida ularningki gardiniga biz belgilagan to'yliqni biz bilamiz degan bo'ladi ma'nosi. Xo'sh, endi bu yerdagi fal fard andoz bu nim bo'lib bu yerdagi
faradna deganni qaddarnada man etdingiz desa fardu fard degan gap lafzun xossun, ya'ni fiqhshunos olimlarning istilohida taqdir ma'nosi uchun qo'yilgan bir xos so'zdir. Fiqh istilohida, lug'at istilohida mesela fiqh istilohida nimaga qo'yilgan? Taqdir ma'nosi uchun qo'yilgan, belgilama, belgilash, miqdor belgilash degan ma'nosi uchun qo'yilgan bir so'zdir ma'nosi fard degan. Va kezalika ve shuningdek damirul mutakallim faradna qad faradna degan damirul mutakallim xossun ala ma qalu ulan degan gapiga binoan xos. Bu qo'shimcha, asosiy maqsad, asosiy dalil emas, qo'shimcha dalil. Meni dalilim yerdagi vudiya li ma'na taqdir degan mening dalilim küçük dalil. Ama xos degan yani ulamalar, Hanefi ulamalar dedi, bunun bazı itirazlar kelishi mumkin, onu bildiğin cevapları başka demek. Ve kezalika yani faradna degandiki namun ve xosdur. Anladın? Demek farada degan fiil nimaga taqaddara degan, yani taqdirning miqdorini belgiladi deganga xos bo'lsa, demak shariat belgilangan degan ma'noni bildik. Farad na degan gap biz belgiladik degandan keyin demak buni belgilagan shariatgan, buni bandalar emaskan degan ma'noni bildik. Va kadal isnad. Isnad ham xosdir. Inda sahibi tavdihniki sahib yani Sadr Şeria rahimahullah tavdihda degan bo'yicha deydi. Ammo buni tavdihda deyilmagan, tavdihda deyilmagan, talvihda, shuni shariat talvihda deyilgan gap bu. Isnad muxosdir degan gap. Ya'ni nimani buni tavzihdagi musannif demagan buni. Ya'ni balki Alloma Tabtazani degan talvihda, tavdihning sharhisida nima degan? Alloma Tabtazani deganki أن إسناد الفعل إلى الفاعل حقيقة في صدور الفعل عنه فيكون لفظ فرضنا من حيث اشتماله على الإسناد خاصا في أن مقدر المهر هو الشارع. يعني مديان الله متبتزان ديان كي إسناد ديان بزده مسند إليه مسند إسناد تبناسوا فرضنا ديان ديكي فرضا ديان ما مسند نا ديان مسند إليه. يعني فرضا ديان fiil nimaga? Allah Taalaga isnat qilindi bu yerda. Allah Taalaga isnat qilindi. Demak, fiilni fa'ilga, haqiqiy fa'ilga isnat qilish haqiqa, xos. Asl fiil degan nimaga isnat qilish kerak? Asl fa'ilga isnat qilinish kerak. Ammo boshqa narsaga isnat qilinsa bu isnat majoziy bo'ladi. Ammo fa'ilning o'ziga isnat qilinsa isnat haqiqiy bo'ladi. Faradna degani, ya'ni bu yerdagi isnat mu haqiqidir, haqiqa deb modelini keltiribdi. Ba'zilar buni e'tiroz bildirdi, ya'ni deb isnat degan bu ma'naviy gap. Xos degan bu yerdagi faradna degan bizning gapimiz xos bilimida. Xos bilimi degan lafz. Lafzga aloqador, so'zga aloqador, ma'niga aloqador gap emas, bu ma'naviy emas. Isnat degan ma'naviy gap deb e'tiroz keltirishi mumkin. Bas har ehtimol qanday bo'lmasin, bu ham qo'shimcha dalillar. فعلم أن المهر شو bilindiki to'yloq degan muqaddarun fi Allah Taolaning ilmida taqdir qilingandir, belgilangandir. Vaqat bayyanahu Nabiy Payg'ambar alayhisalom buni o'zining qavlidan bayon qildi. Nima deb? La mahra aqalla min asharati dirahim. 10 dirhamdan ozroq to'yloq yo'qdir. Va kada naqisu ala qatliyat. Shuningdek, buni qo'lni kesish masalasiga qiyos qilamiz. Demakchi bo'lgani biz oyat kalimadan nimani farzligini bildik. To'yloqniki belgilangan ekanligini bildik. Lekin qanchalik belgilanganligini bilmadik. Hadis bilan ahad hadislarni nimani bildik? 10 dirhamdan oz to'yloq degan hadisdan buni bildik va qiyos bilan bildik. Endi ma hadisni hadisda bir az maqol bor. Ya'ni ba'zi hadisshunoslar buni hadis zaif hadis, mavdu hadis deganlar bor. Lekin bir qancha yo'ldan kelganlik uchun ya'ni hasanul li ghayrihi bo'la oladi. Lekin bu yetmaydi deb qiyosni buni jublaymiz endi. Qiyos qilsa Alloh taolo sariq va sariqatu faqta aydihuma. O'g'il ayolning qo'lini kesinglar demaslar. Undan keyin hadisda bu o'g'il qancha narsa o'g'lisa qo'lni kesigan hukm uchuq. Lekin qancha narsani o'g'lisa ondan qo'lni kesildi deganda 10 dirhamgacha narsani, masalan, payg'ambar mijan qalqonni bir qalqongacha bir narsa o'g'lisa qo'lni kesinglar degan hadislarda bo'g'aliq uchun bir qalqon shu vaqtida 10 dirham ekan, eng azanda 10 dirham.
10 dirhemgacha degan hukmni biz qo'lni kesishdan nimaga mayadagi to'ylarga qiyos qildik. Qanday qiyos qildik desa, qo'l degan bir a'zo. Bir adam 10 dirhemgacha bir narsa o'g'irlasa, bir a'zo kesilsa, ya'ni bir adam biz hozir bir ayol kishining bir a'zosini talab qilib, bu ishalikni talab qilmoqchi. Ayol kishining avratini talab qilmoqchi bo'lsak, shu bir a'zoni talab qilish uchun eng tuvan bo'lgan chek nimki 10 dirhem ekan. Degani bunda qiyos bilan ilingan hukm. Xo'sh, li'annahu aydan iwadun, chunki u ham bu ishalib deganmi 10 dirhemniki ivizidir. Xo'sh, endi fat taqdiru, bu yerdagi taqdir Alloh taolaniki qad faradna degan biz ular haqida belgilagan to'ylarni bilimiz degandagi taqdir xos. Taqdir xos, faradna emas, taqdir xos. Ya'ni Alloh taolaning belgilaganligi uchuq, belgilab qo'ygan, to'ylarni belgilab qo'ygan uchuq. Endi qanchalik belgiligini cho desa, va in kana al-muqaddar mujmal. Garchi muqaddar bu taqdir qilingan to'ylar mujmal bo'lsa-mu, muhtajan ila al-bayan. Bayonga ehtiyoj bo'lgan bo'lsa-mu. Anladın. Çünkü bu duruş mesela başka mesele kılış meselesi mi? Başka mesele kılış farz. Kaçacak mesele kılış meselesi hadis ahadla olan bayan kılındı. Mesela bu caiz. Onun keyinde biz hadisle olan 10 dirhem ikalikini bayan kıldık kıyasla olan. Ve hâzâ fi istilâhil fukaha. Bizim bu diyen gibimiz fiqh-şunaslarının istilahıydı muşundak. Ama biz 5 dedik bu fiqh istilahıydı ki manası farzının. Ama farzının ki lügat istilahıydı ki manası şu dese, lügatta farz deganlik ki icab, bunu vacip kılış ve kesiş degan manası var. Bu şu sebepten İmam Şafii rahimehullah dedi ki, bir yerdeki kad faradna diyen ki bu bir yerdeki bu farad icab manası, yani biz vacip kıldık. Yani bu ayarlarının ve o kol ilkedeki kul çöğülerlerine hakkında vacip kılgan nersimizni biz bilimiz degan bo'ldi. Vacip kılgan nersini bilimiz degan bo'ldi. Bu vacip kılış degan ma'noni nereden aldık desa, bi qarinati ta'addiyatihi bi ala. Yani farada ala deb keladi. Farada ala deb kelsa, yani avjaba degan ma'nosi bor. Ala deb kelsa, ala degan davomli ijab ma'nosi bildirib keladi, ilzom ma'nosi bildirib keladi. Ve atfu ma malakat. Bir ikki dalildan biz faradni bu yerda ijab qildik dedi İmam Şafii. Bir alaniki farada ala deb keldi. Bir. İkincisi ve atfu ma malakat aymanuhum ala azvajihim. Yani qo'l ilkida bo'lgan cho'r dedeklariga degan so'z azvajimga atf bo'lib keldi. Chunki çünkü to'yloq degan la yuqaddaru fi haqqi ma malakat aymanuhum. Qo'l ilkida bo'lgan cho'r dedeklarning haqida to'yloq taqdir qilinmaydi bu yerda. Chunki qo'l ilkida dedeklarga to'yloq ketmaydi. Bunu Allah Teala atf ekeldi. Anda olgan degan fayakunul murad, bu yerdagi murad nafaqatu vel kisva. Yani şu kol ayağlığa ve kol aslındaki çöldeklerge bilgan nefaqat çıkımı kim kiçki degan bo'ldi bu yerda. Kim kichkini bilish, chiqimini bilish, tamog'ini bilish degan gap yerda ki bu oyatning ma'nosi. Siz yani to'yloqniki miqdorining belgilanganligi chiqmaydi usul deganday deydi. Ve huwa vacibun, bu nefaqat bilish, kim kichkini bilish degan ayl fi aql azwaj ve ma malakat aymanuhum, yani xotinlarga ve qo'l ilkidagi cho'r dedeklarga bularniki pul milni, chiqimini, tamog'ini, kiyimini bilish vacib. Hem öylerinki mezhebi şundak vacip. Bunu mezhebinde degan bo'ldi deydi İmam Şafii. Bunun cevabı biz deyimiz ki ta'diyetuhu bi ala. Bir yerdeki farada ala, faradna aleyhim, kad alimna ma faradna aleyhim deki. Bir yerdeki faradna aleyhim ala ile müteaddi kılış innema huve li tadmini ma'nel icab. Yani icab manasını öz içine aldırış üçündür. Bizde tadammun, dalalet-i tadammun de bir mesele var mentıkayızda. Yani bazı çağda harfler qo'shimcha ma'noni bilish uchun, qo'shimcha ma'noni bilish uchun harflar bilan mutaaddi qilib keltiriladi. Bu chaqdagi ma'ni nima degan bo'ldi bu chaqda? Yani bu chaqda qad faradna ma alayhim, yani qad alimna ma faradna alayhim degan ma'nosi, yani qad alimna ma qaddarna mujiban alayhim degan bo'ldi. Biz ularga vacip qilib belgilagan to'yloqni miqdorini bildirgan bo'ldi chaqda. Vacip qilish yani qatimiz takdir to'yloqni miqdorini belgilash degan ma'niga vacip qilish degan ma'noni qetish uchun kelgan bu ala. And va atfu ma malakat aymanuhum. Ma malakat aymanuhumni azvojimga atf qilishga buning bergan javobchi desa, bi taqdiri faradna sanin. Biz ikkinchi vav bo'lmaydi. Vav
Kad alimna ma faradna aleyhim fi azvacihim ve ma meleket eymanukum vav harfi nimadir? Atf. Atf degan aş fiilni yeni bir qadim so'rab akadigan narsa. Biz ikkinchi faradlarni taqdir qilamiz. Ma malakat eymanuhum beshiga. Ya'ni ve ma faradna aleyhim fi ma malakat eymanuhum. Yani kad alimna ma faradna aleyhim fi azvacihim ve ma faradna aleyhim fi ma malakat eymanuhum degan bo'ldi buni ma'nosi tabiiy. Atf degan shuni talab qiladi. Nima uchun buni yeni bir qadim taqdir qilamiz desa, chunki birinchi ala yakuna hada biz taqdir qilgan ikkinchi faradna nima avjabna ma'nosi bo'ladi. Uniki ya'ni qul molniki, qul cho'rdidagina haqida vojib qilgan nima kiyim kichkina bilish, tomoqni bilish degan ma'no bo'ladi. Val avval birinchisi bi ma'na qaddarna ma'nosi bo'ladi. Ya'ni vojib qilib, taqdir qilib belgilagan, vojib qilib, taqdir qilib belgilagan to'yloq qul cho'rlarni haqida chu desa, ya'ni vojib qilgan kiyim kechak, nafaqatlar degan ma'no aytamiz. Hakada qalu, ya'ni ulamolar fiqh shunas Hanafi ulamolar muhimda javob berishgan. Thumma zikra al-musannif, andiki musannif rahimahullah mushu 3 tane bugungi darsga 3 tafriq etdiki, 3 masalaning dalillarini birdan ayamamiz zikr qildi. Bu dalilni chunki men yerda musannif Abu Barakat Nasifi zikr qilmagan edi 5da. Buni hammani Mo'lla Juni rahimahullah bizga deb bergan edi. Endi musannif rahimahullah faqatlam dasat hukmni dedi. Falizalika sahha iqa'u talaq ba'da al-khul' dedi. Undan keyin nimani so'zladi? Va vajaba mahrul misl al-mufawwada dedi. Undan keyin va kana al-mahr muqaddaran shar'an fala yudafu ila al-abd dedi. Shuniki 3 tane hukmni bayon qildi. Xosniki hukmini kelib chiqqan 3 hukmni bizga deb berib, buning dalillarini keyin bayon qildi tafsili. Lafni nashr murattab yo'l bilan. Ya'ni faqala amalan bi qawli ta'ala biz bu 3 hukmni nima uchun chiqardik desa Alloh taolaning fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra degan oyati Sura Baqara 230-oyati. Mana shu qavliga amal qilib, birinchi masalani chiqardik. O'qiluvdan keyin taloq tushdi degani chiqardik. Tafsirlarni deb bo'ldi. Va an tabtaghu bi amwalikum degan oyat bilan shu bizni to'yloqni tilga olmay, otmay bizni mutqi birayotgan bo'lsin, nikoh o'qitgan aman gardanga to'y mehrimiz vojib bo'lganligini buni bayon qildik. Va qad alimna ma faradna alayhim. Undan keyin uchinchi hukmni to'yloqniki shariatda miqdor belgilangan bir belgilama ekanligini qad alimna ma faradna alayhim degan sura Ahzobning 50-oyatidagi ma oyatdan oldik. Endi sharh bu gapni sharh qilib davotidiki, musannifning amalan degan qavli ta'lilun li qavlihi sahha al-iqa'u degan shu 3 masalniki hammasiga ila oxirigacha ala tariqi al-laffi va nashr murattab. Laffi nashr murattab yo'li bilan ta'lil illat keltirish to'g'ri. Laffi nashr murattab degan qanday degan gap desa, ya'ni biz umumiy mujmal holatda bir qancha masala bayon qiladi. Uning keyindan har bir masalaga bunda ayirib o'tmasam, har bir masalaga qarta bo'lgan masalan tafsiliy bayon qiladi, lekin unga bir bog'lig'uvchi ko'rsatkich ishoratchi qo'ymaydi. Buni shu nima deb o'zi aql bilan tepib olsin deb. Lafni nashr murattab deb keladi. Ammo bir umumiy bir masala bayon qilib, uni keyin bu tafsiloti oldi keyin bayon qilingan bo'lsa, bu o'choqda lafni nashr g'ayr murattab bo'ladi. Men bu yerda lafni nashr murattab. Masalan, fa in talaqaha fala tahillu lahu degan modeli birinchi masalaga qarashliq. Ya'ni birinchi masala. Ya'ni xuli taloqdan keyin taloq tushish masalasiga qarashliq. An tabtaghu bi amwalikum degan bu sura soniki 24-oyatdagi mau dalil ikkinchi masalaga qarashliq. Ya'ni shu o'zini to'yloqsiz birayotgan ayol, o'zini birayotgan hamon buning gadiniga to'yloq vojib bo'lganligi. Ayning gadiniga to'yloq vojib bo'lganligi masalasiga qarashliq. Va qawluhu qad alimna ma faradna alayhim degan qavli nadirun ila al-mas'alati thalitha. Shunga masalaga qarashliq. Ya'ni
to'yloqniki Alloh taolo tarafidan belgilangan, miqdor belgilangan bir belgilama ekanligi. U nima emas? Bandalar tarafiga ixtiyor qo'yilgan belgilama emas ekanligi degan masalaga qarashliq. Vaqat bayantu kulla zalika bit-tafsil. Men buni hammani har bir masala ostida bayon qildim. Fata'ammal, aldirmay o'ylanib chiqing. Deydi. Mana bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu alayhi va sallam ala xayr xalqi sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Bir rahmatga ya arhamar rahim.